Bugun sizga 2026 Chevrolet Sail modeli haqida qisqa va foydali video uchun eslatma tayyorlaymiz. Ushbu avtomobil zamonaviy dizayn bilan ajralib turadi. Old qismi agressiv ko'rinishga ega, faralar esa LED texnologiyasi bilan jihozlangan. Yon tomondan qaraganda silliq chiziqlar va aerodinamik shakl seziladi. Salon ichida esa qulaylik birinchi o'rinda. Turli multimedia tizimi, sensor ekran va zamonaviy boshqaruv paneli mavjud. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlar uchun mos. Dvigatel iqtisodiy yoqilg'i sarfi bilan mashhur bo'lib, shahar va trassa uchun juda mos. Haydov jarayonida avtomobil barqaror va boshqarish oson. Xavfsizlik tizimlari ham yetarli darajada. ABS va havo yostiqchalari mavjud. Bu model o'z narxiga nisbatan yaxshi imkoniyatlar taqdim etadi. Agar sizga sodda lekin ishonchli avtomobil kerak bo'lsa, bu yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Video davomida turli burchaklardan ko'rsatish orqali siz avtomobilni yanada yaxshiroq tushunasiz. Endi esa kanalimizni rivojlantirish uchun muhim qadam. Agar sizga bunday videolar yoqsa, albatta obuna bo'ling va Tarmax kanalini qo'llab-quvvatlang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada sifatli kontent yaratishga yordam beradi. Har bir like va izoh ham juda muhim. Shu tarzda biz yangi avtomobillar haqida ko'proq ma'lumot berishda davom etamiz. Chevrolet Reviews kanali bilan birga qoling va yangiliklarni o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda yanada qiziqarli modellarni ko'rib chiqamiz va sizga eng kerakli ma'lumotlarni yetkazamiz. Bugungi ko'rib chiqish qisqa bo'lsa ham foydali bo'lishiga harakat qildik. Fikrlaringizni kommentariyada yozing. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Yana ko'rishguncha xayr do'stlar va yaxshi kun tilaymiz. Sizga ham omad tilaymiz. Doimo biz bilan qoling. Yangi videolarni kuting. Tez orada yana uchrashamiz. Shuningdek, avtomobil xizmat ko'rsatish xarajatlari ham nisbatan arzon bo'lib, foydalanuvchilar uchun qulay variant hisoblanadi. Kundalik hayotda foydalanish uchun ayni muddao hisoblanadi va ko'pchilik haydovchilar tomonidan ijobiy